Mana bugun biz o'quvchilar bilan M harfini o'tdik, mustahkamlashga muzqaymoq yasab kelishni buyurgan edi. Mana aziz ota-onalar bilan birga o'quvchilarim har xil turdagi muzqaymoqlarni yasab kelishibdi. Mana bir-biridan chiroyli, yaltiroq sepilgan muzqaymoq. Mana voy bu yeging keladi-ya bu muzqaymoqlarni ko'rsang. Qaragin, bu muzqaymoqlar muncha muzqaymoqqa o'xshaydi. Oh. Ko'zlaring quvonadi-ya. Bu eng kattasi. Qimmati bo'lsa kerak. Voy, bu menimcha eng zo'r shirin muzqaymoq bo'lsa kerak. Mana buniki banalli bo'lsa kerak, to'g'rimi? Sariq. Voy, bu ham eng qimmat muzqaymoq. Qaranglar kattaligini. Mana buni qaranglar, banalli va sutli bo'lsa kerak, menimcha Ahmadjon. Buni muzqaymog'i qanaqa ekan? Qanaqa muzqaymoq bu? Vanilli. Vanilli? Zo'r. Voy, mana muzqaymoqni talinka nima edi? Muzqaymoq idishi ham hatto juda chiroyli ekan. Shuni kesib orqasiga kardon yopishtirsang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu muzqaymoq gulli muzqaymoq ekan. Banalli, malinali, anaqalik, nima edi? Kivili, zo'r juda. Voy, mana bolamni muzqaymog'i biram chiroyli chiqibdi. Maza qilib yeysan muzqaymoq, yaxshi ko'rasanmi? Muzqaymoq nafaqat tomog'imizning og'rig'iga, lekin aslida organizmimiz uchun juda ham shifoli ekan. Sog'lom bo'lib, agar inson sog'lom bo'lganda yesa, organizmimizga juda ham foydali ekan muzqaymoq. Muzqaymoqni yaxshi ko'rasizlarmi? Menimcha bolajonlarning eng sevikli narsasi bu muzqaymoq. Yozda ham, qishda ham odam yegisi kelib ketadi muzqaymoqni. Voy, muzqaymoqlaringni menga sotasanmi? Nech pulga sotasan bu muzqaymoqlarni? Qara. Voy, misimga sotar ekan. Voy, o'xshatganini, buni oqib tushyapti mana. Juda ham ota-onalarga kattakon rahmat, ota-onalarga tasanno. Shunaqa chiroyli, yaltiroqli muzqaymoq berishgani uchun. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, muzqaymoqinglarni bir-biringizga maqtanmaysizlarmi maza qilib? Ana, qaranglar. Agar shu hozir rostakasim bo'lib qolganda nima qilardinglar? Yeb tashirmi deylar? Rostakasimini ham yeymiz-mi? Bo'ldi, yeymiz.